Sen bir pulsan oxirida. Ha, men bir Maktab sezoniga Amerikidis do'koni qanchalik tayyor? kelinglar birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Maktab bolalar uchun bunaqa assortimentda o'q ko'ynakni yaqin o'tida birorta do'konda ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Libbo bitta o'q ko'ynak tanlab olasizlar. Sifatlari ham вообще zo'r. Narxi 99 ming so'm. Sizlarga mana bunaqa sumkalarni Amerikidis do'konidan prosta bepulga sovg'a qilinadi. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan chiqaravermanglar. Bu videoni albatta maktab o'quvchisi bor tanishlik jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Sizni o'qilishida. Qizaloqlarimiz uchun esa keng assortimentdagi kofta deysizlarmi, yubichkalar, salafanlar keng assortimentdagi o'quv formalarini topishingiz mumkin. Eng asosiysi, atigi 99 mingga kofta xarid qilasiz va evaziga bonusiga sizga mana shunaqa chiroyli 150 mingdan sotilgan sumkalarimizni prosta bepulga sovg'a qilamiz. Amerikidisdan 1+1 aksiyasi. O'rtoqlar, endilikda shu yerdagi oyoq kiyimlardan bittasini xarid qilasiz va bonusiga mana bunaqa asalgina bolajonlaringiz uchun Xitoy fabrichli bo'lgan dvoykani bonusiga olishingiz mumkin yoki Xo'p, aka qo'limizda turgan mahsulot hammani e'tiborini tortadi. Bu mashina uchun issiq kunlarda zashta qiladigan parda. Opalarimizda ham, ukalarimizda ham mashinalar bor. Mashinalar uchun bitta shunaqa parda sovg'a qilamiz. Xohlagan oyoq kiyim tanlab olasizlar. Aksiya haqqoniy bo'libdi. Videoni oxirigacha ko'rgan odamlarga ancha video manfaatli bo'ladi. Qani ketdi. Video ko'ryapgan mijozlarimiz, fikrlarni albatta kommentariyada qoldirib ketinglar. Sizlarning fikringiz biz uchun albatta juda ham muhim. Amerikidis do'koni ham nimalar qo'ysin, ya'ni nimalar sizlarga qiziq. Undan tashqari do'konimizda maktab formalarini ko'rdinglar. Bolalar uchun sportni dvoykalar deysizlarmi? Xo'p, pol klassikalar, futbolka shortilar, Turkiya, Xitoy eng sifatli mahsulotlar eng yumshoq narxlarda bo'ladi. Qizlarimiz uchun ham zo'r syurprizlarimiz bor, birga elda ko'ramiz. qizaloqlarimiz uchun do'konimizdan shunaqa chiroyli bo'lgan Xitoy fabrichli dvoyka deysizlarmi, troyka deysizlarmi, xullas keng assortimentda hatto mana bunaqa chiroyligina oyoq kiyimchalarni ham xarid qilib ketishingiz mumkin. Gapim to'g'ri bo'lsa bitta like bosib qo'ysanglar, 90% erkak kishini qiz farzandi qizim nima olib keladi desa foto qo'ynadi deydi, to'g'rimi? Shunaqa foto qo'ynani ham Amerikidis do'konida yumshoq narxda mana bunaqa chiroyli sifatli topsanglar bo'ladi. Undan tashqari yangi tug'ilgan chaqaloqlarimizga shunaqa asalgina dvoyka, troyka, bodichalar deysizlarmi, hattoki suv idishlar taglilargacha do'konimizdan topib ketishingiz mumkin. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Namangan shahar Chortoq yo'li. Hammaga ma'lum mashhur o'sha Amir oyoq kiyimlar fabrikasi. Qizil zapravka shuni orqasida. Albatta to'liq ma'lumot uchun video ostida telefon nomerlarini qoldiramiz. Telefon qilib to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar.